Assalomu alaykum qadrli YouTube muxlislari va santexnikaga qiziqadigan mijozlar va ustalar. Bugun 14-mart, haftani juma ayyom kunlari, 25-yil. Bitta kotelniyni bitirganmiz. Bu mini kotelniy hisoblanadi. Bu yerda nagruzkadan 3 ta konvektor bor, 5 ta radiator bor. 70 kvadratga yaqin teplik poli bor. Ham kotel отоплениyaga ishlaydi, ham issiq suv tayyorlab berish xususiyatiga ega. Mana boiler. Boilerimiz nержавейка, ham 6 kilovatlik teni ham bor. Bugungi kunda hozir teplik polni yoqib qo'yganmiz. Mana ishlayapti. Nasos chistotniy трехходовый qo'yganmiz. Bunga kontroller taqiladi. Kotelimiz hozir ishlab turibdi. Mana ko'rib turganlaringizdek испытание ketyapti. Как положено, стабилизатор, манометр газ, редуктор, фильтр, группа безопасности. Sistemamiz первичный, вторичный kolso yig'ilgan. Tushunadiganlar bo'lsa bilib oladi nimaligini. Bu tarafga teplik polni kollektorini qo'yganmiz. Eshikka ahamiyat bermaysizlar. Hozir ishlayapti bu. Bu yerda esa suv sistemasini bo'lish jarayoni desak ham bo'ladi. Shu burchakka joylashtirganmiz. Bu yerda pishavoy nержавейкаdan kollektor yasalgan mana. Suvni davleniyasi uchun manometr qo'yilgan mana. 5 ta joyga tarqalgan. Bu yerda issiq suvni tarqalishi, resirkulyatsiya, nasos sirkulyatsiya, issiq suvni tarqalishiga ham qo'yilgan nержавейкаdan qo'yilgan. И pastda resirkulyatsiya uchun bu balansirovочный kran, uzoq joylarda regulirovka qilish uchun. Mana shunaqa bo'ldi. Mana bo'larda ulanishlari. Bitta bo'larda группа безопасности turibdi. Расширительный бак и mana sistemani o'zi. Suvni 1,5 tonnalik bochkadan olinyapti va hamma joyga tarqatiladi. Bu yerda ikkita nasos turibdi. Nasosimiz mana sentrobejniy, bittasi vakuum. Mana shunaqa bugungi kundagi video bo'ldi. Laykni ayamanglar. Juda ham go'zal ish bo'ldi deb o'ylayman. O'zimizga yoqgan. Kechadan beri ishlayapti. Hammasi cho'tki. Hammaga sog'lik, salomatlik. Kunlaringiz yaxshi o'tib, har kuni xursand bo'lib yurishlaringizga men sherik bo'lay sizlarga. Hammaga rahmat.